Alime, nega bardınız kızım? Hecep ensirattınız o meni. Apamның yanına gelip konup geldim. Bo'lmabdimi? Apangızning yanına bağınız o yaxşı bopdu kızım. Konup qalıman deb qo'ygan bo'lsangiz, kechech kirib qaqmay chiqdim. O işte. Nega olsam sizlarga do'xlab qilamdim endi. Bundan keyin hojatga chiqsam sizlarga do'xlab qilay. Bo'lamdi? Apa, ben qaytib keldim. Voy, qaytib keldingmi, jinim balam? Halima qani? U hujrasidamikin? Men har qatim komandirovkaga chiqib, yot shaharlarda hatto 10 kunlab turib qolsam, ayolim Halima 1 minutni xiyolimdan yer bo'lmaydi. Uni cho'nqur seg'inish ichida eslaydim. Ishlarimni tugatib, tezroq uyga berib, Halimaning vasliga yetishni o'ylaydim. Onam bo'lsa xiyolimga kirib chiqmaydi. Xiyol qildim degan taqdirdami, uchib ketayotgan qushning soyasi beshimga tushib o'tgandek, onamning simosi lepta qilib ko'z oldimda paydo bo'lib, yana yo'qolib ketdi. Halima mening borlig'im edi. Halima bo'lmagan turmushni tasavvur qila olmaydim. Komandirovkadan kelganda bo'lsa, opam er-xotin ikkimizga nisbatan ortiqcha odam bilan iborat. Ana, o'g'lim har qatim komandirovkaga chiqib ketganda qancha kechalarni uxlamay, g'am andisha, sig'inish bilan o'tkazgansan. Farzand ishqida gulxon bo'lib yongan yuraging, o'g'lim qaytib kelsa, uni bag'ringga chimlab besishni, uning peshonasiga onalik mehr-muhabbat bilan to'ymay suyishni istar edi. Lekin o'g'lim to'y qilgandan keyin uni bir haqiqatan bag'ringga basa oladingmi? Ashu yolg'iz o'g'ling o'g'illik mehri bilan sening bag'ringga o'zini itib boqdim. Yo'q. Ashu yolg'iz o'g'ling sening bag'ringga emas, balki ayolining bag'riga o'zini otdi. Ana. O'g'lingni bag'ringga besish uchun kang echilgan illiq quchoqlaring havoda bo'shqini laylab qolganida yuragingiz zig' sanchilgandek bo'lib, qancha azoblangansan, ha? Ne bo'ldingiz, Amrig'im? Opam ko'nglingizni og'itib qo'ymagandi? Voy jon, kashkish opam deyavergansiz. Apangizchi, men bir jup uzuq qilib berdi. Shun vaqtincha apangizdan og'rinmayman. Lekin nima bo'ldi? Apangizga dang, telefonda sizga degan heliq pulning yarmini bizga bersin. Voy, mushu gapmidi? Sening meni deb yurmsakmi, bir oilaning pulig'i u. Nima? Siz undaq degan bilan apangizning ruxsatsiz shu pulga chaqilg'ili olamdi? Bilamsiz, men hozir eg'ir boy. Nima dedingiz, Halima? Men dadolandim. Halima, men dadolandim. Voy jon, ner turing-a? Men nima qo'yda? Siz nima qo'yda? Ayting, Halima, siz hozir nima qo'yda? Shu topda nima desingiz, nima ta'limingiz bo'lsa, beshim bilan mengib yurib, hal qilib beraman. Apangizga deb pulni eling, doktorxonaga yurib balani og'iz etiman. Nima? Bu nima deganimiz bu, Halima? Balani og'iz etiman dedim, og'iz etiman. Bo'yimda qog'imni ta hozirgacha bilmayman. Nimishqa, Halima? Bu balamni nimishqa shuratmoqchi bo'lasiz? Shuratmay tug'amdim emsa, qarang yuzimga odamni satlashtirib helitin dog' tushgala turibdi. Vaqtida amal qilmasam, atogin kosamni kayniga qo'sig'imni oldiga do'mbaytib yuramdim. To'g'samchi texi, figoram butunlay buziladi. Unda olmaydi, Halima. Hargiz unda olmaydi. Xotirjam bo'ling. Yiliq pullarning hammasini sizni kutishga sarf qilaman. Sizning go'zalligingizmi buning ichida, Amrig'im? Tug'mayman dedim, tug'mayman. Hargiz tug'mayman. Mushu birini tug'ib bering. Bundan keyin hargiz bola demayman. Gapim gap. Siz nima desangiz shuni o'rindab beraman. Ya'ni sizga bir jup oltin bilayzik olib beraman, bo'ladimi? Asma? Siz bek yaxshimi? Oy, keldingmi bola? Qarang, Halima, men sizga nima deb keldim? Qarang, paqlon go'shi. Opam sizga sho'r qilib bersin, quvvat bo'ladi. Yana tek o'pkasizmi bor mana? Voy, samirib ketamanmikin deb qo'rqsam, ko'nglimni ilashtirib, yana bu narsalarni ko'tarib kelganni. Men-chi, go'shtga to'yib cho'ng olgan. O'zingiz yeyavering. Halima, yana mevichi bilan bor. To'xtang. Halima, to'xtab turing. Yapingmi?
Ulu Xuda, oğlumның көңліге insaf bəyin. Apa, Keldingmi balam? ne bo'ldi sana? İşinin bo'lmadi. Tamaq yedingmi? Yedim. Bir gapni sana demek istedim apa. Nima gapdi u? Men bugun tushdan keyin Urumchiga 6 oylik bilim oshirishga bormoqchi edim. Tushdan keyin manga men. Nima? Shundoq tuyuqsizmi? Halima bilamdi balam. Biladi apa. Bu xabarni menga uqtirgan xili bo'lgan. Halimaga deb sana deyishni unutib qopdim men. Baribir seni ansirtib qo'yg'icha bugun deganim yaxshi bo'ldi apa. Uydan chiqmay o'tirgan vaqting bo'larmi balam? Qachonli qarasa sirtili yuraysan. Qanday qilaman apa? Xizmatning ehtiyoji shu tursa. Qachonmi kelasan balam? 6 oy degan oz gapmi? Sen kelguncha bu kunlar qandoq o'tar? 6 oy degan hash-pashda o'tib ketadi apa. O'zing bilsa, Halima ig'ir boy. Uningga obdan qarg'in. Nima yeyman, nima kiyman desa, hammani qilib bergin. Ko'nglini og'ritib qo'ymagunchimi apa? Ma'qul balam. Deginingdek qilaman. Yiroq safarga chiqadigan bo'lyapsan, o'zingni asirg'in. Ma'qul. Ah yo'lliq bo'g'in balam. Yig'lama apa, sen o'zingni obdan asirg'in. Juma, men idoraga berib, bejirdigan ishlarimni bejirmasam bo'lmaydi. Ma'qul hamsa apa, men berib kelay. Ha? Xudoyimga omonat, jinim balam. O'zingga puxta bo'l balam. Xudo sabringni o'ngishli qilsin, ah yo'l bo'lsin. Seni Alloh egamga topshirdim o'g'lim. Siz kelgach yo'lingizga talmirib gelimdan g'izo o'tmaydigan bo'ldi. Bu 6 oy vaqt qachonmi to'sha? Shu xizmatingizning ehtiyojini demasam-ku, sizni hech yerga mang'izmaydim. Mening sizdan 1 minut ayrılığım yo'q jinim. Lekin amal qancha? Xo'sh. Ma'qul. Xo'sh. Balam, nega mangdingiz? Xeyli kunlar talatizga chiqmag'ili. Uyda o'tirib ishtek zerikib ketdim. Havo yegach aylanib kiray. Ala kızım, tavuz ye. Apa, dada, sizlarga deydigan gapim bor edi. Degine kızım. Ahmet komandirovkaga chiqib ketib, qiyin opamning yolg'izchilikdan ichi siqilib qoldi. Shunga sizlarning qishinglarga ep kelsam, o'zaro halmon qilsanglar, shaharning manzara joylarini cho'kiltib kelsanglarmikin degan edim. Shundoq bo'lsa, qiyin opamni baxush bo'lgan bo'ladi. Yaxshi o'ylabsan qizim. Bizmi deyishadigan tuzuk parang yo'q, zerikib qolavedik. Undaq bo'lsa, hozirli berib, darhol ep kelgin. Birdam yerimda halmon qilishay. Qo'shildingmi dada? Buningga gap ketamdi qizim. Bek yaxshi jimisan. Apa?
Keling ha qizim. Apam bilan dadam sizlarni bir kelgan bo'lsa, halmun qilishib o'ltirgan bo'lsak deyishyapti. Bundaq qilsam, qudularga ig'irchilik sep qo'yamanmi bolam? Nədiki gapni qiladiganlar jinim opa. Bu qitim bormisizlar, apam dadam sizlardan cho'qim xafa bo'ladi-jumu? Undaq bo'lsa bo'ladi. Men tayyorligimni qilay. Ma'qul emsa, tezroq bo'lalar, men chiqqashtiray. Qandaqroq qudam. Obdan turvatamdilar. Xudoga shukr, har hal yomon emasdirdik. O'zlaricha. Men bu yomon emas turvatman. Chaysizlar. Chay icha qizim. Baxsizlar. Shundaq qilib, Ahmad ketdi qudam. Biz ikkimiz qoldik. Ahmadjonmi o'qishibsizlar, qaytib kela. Apa, dada, emsa apamni sizlarga topshirdim. Haldan obdan xabar olasizlar. Men qaytay, uyda qiladigan yana azroq ishim bor edi. Men qaytay emsa dada. Xayr xo'sh. Xo'sh apa. Qarab manga-da. Kim o? Ben. Tez gel. Kim o? Men bolam. Apa? Buncha kechdi qo'rqmay qandoq keldilar? Sizdan ansirab qaytib keldim bolam. Voy. Men ya kichik bola bo'lmisan? Emis kirib aram asla. Sizmi o'qib kelamsiz? Ma'qul. Tez çıkın. Kim? Opa. Bolam. Nevra acamның insi. Yo'q, mening nevra akam. Shundoq. Boldurroq degan bo'lsangiz, tamoq etib beratdim emasmi? Bo'ldi. Men mangay. Helimi yaxshi, u qiyri sezamay qoldi. O qeri eringiz deb qo'ymasa,
Yo'q, deyamaydi. U qeri o'g'lining ko'nglini bek ayaydi, deysizmi? Ahmad baribir ishonmaydi. Undaq bo'lsa, ansirmisan bo'g'dak a? Voy, vaqt birek berib qapti. Men qaytayga. Nimada ansiraysiz? Yo'q, bugun dadam opamning yoniga boraman. Qiyin opangizni yolg'iz tashlab qo'yamsiz? O işte, nima qarim u qeri bilan. Ahmad uyda bo'lmasa, uyda o'ltirmayman. Cho'ng uyga ketaman. Amsa men qaytay-ya, biroz ko'rib qolsin yana. Ha, bo'pti. Amsa telefon qilasiz. Ha, telefon qilaman, ha. Qo'shamsa. Ha. Voy. Halima ama. Ahmadmisiz? Qandaq yaxshi turayotamsiz? Yaxshi, o'zingizchi. Balam salomatmi? Balamiz salomat. Doktor kelar hafta yengiysiz deydi. Men baq qo'rqyapman. Qo'rqmang. Men ruxsat so'rab, atil yo'lga chiqaman. Ma'qul. Amsi tezroq keling, ha? Ma'qul. Ma'qul, xo'sh. Apa, ben qaytib geldim. Voy, canım balam. Yolda çapat atmagan sen ha? Yo'q. Bir narsa yedingmi? Ahlima qani? Alima, u uyda. Halima, yaxshi turdingizmi? Sizni bak sevgandim Jumo. Sevinib demişdi, telefon bermegen bo'lsam to'g'it bölümünde jinim bilan o'ynashayotgan chaqda Urumchida g'amsiz holda o'yiningizni o'ynab yuratdingiz. Undaq emas. Xizmatimning ehtiyoji shu tursa. Xizmatning ehtiyojimiz tehi. Xotirjam bo'ling. Endi hargiz ketmayman. Sizga yaxshi qarayman jinim. Rasma? Ha, rost. Siz bek yaxshi jimu. Oy can. Ahmad. Oy can. Oy. Oy. Oy can. Ahmad. Oy can. Oy. Halima. Oy bolam Ne bo'ldi? mashina chaqirib. Oy To'xtama. can. Men hozirla mashina tep kerak. Chidab tur. Yes. Oy. Oy. Oy can. Oy. Doktor. Xo'sh xabar, ayolınız qiz tug'di. Rasma. Rasma doktor. Rahmat. Ko'p rahmat. Arzimaydi. Rahmat balam, rahmat. Arzimaydi. Rahmat. Oppa, qiz tug'ibdi. Oppa, narsa keraklarni tez tayyor qil. Halima bilan balamni qo'shiqqa ichib ketdi. Doktorxonaga chapsam bo'lmasa bo'lmaydi. Ana balam, ana. Uyat qilyapti. Bo'la tez. Bo'la oppa. Chapsam bo'laydi. Mayli.
puli? Eke balam. Men Halime. Önün oma kızım. Halime, maus Man salgıda işçi bilen. Önüm ötüdüm. Halime, balını emittiniz mi? Süt paraşügü vereyli. Nime? Bu neyim degininiz? Onun üstüge bu narsa yitem de. Meni tugasin demoqchimisiz? Helimi bola tug'man deb mo'mayg'ila o'xshab qoldim. Endi tug'ib bersam boqamamsiz? Bir qitim bo'lsin-u amchak seling balam. Emitmisiniz, zaya bo'lib ketadi. Sütünüzmi eqib sizni xafa qiladi. Oqsimayli, sho'rab emgandan yaxshiroq. Meni ammaga yangi bola cho'ng'imay qolamdi. Bola emitiman deb iskatimni buzg'im yo'q. Sut to'xtatadigan o'qil olaman. Bu Әмсі емізге құтысыға азырақ сеғіп берің боламды. Nima? Meni seg'in kalis ko'rib qoldingizmi? Voy jinim balam. Nimanchim yig'laydigan sen. Allah, Allah. Voy xudoyim, men bo'lgan bu balaga. Ahmad, Ahmad, bu yoqqa chiq balam. Ha? Ne bo'ldi apa? Qara bu bala faqat bulanmayotidi. Qarab baqqin. Yig'lab to'xtamayotidi balam. Bala bek yig'lab ketyotidi balam. Bala bekli jonsiz. Bundan keyin texmo. Apa, Əliməm keçic vacalab yatamıdı. Doktorxanaga berib gəlsəkmikin? Əmsə, balığı mən qarab duray. Sən onu doktorxanaga apağın. Maqul apa. Kelə balam, cinim balam. Maqul. Voy cinim balam, ana sütü əmməy qandaqmı çoğ bolasan? Qandaq qılaman bu balani, nimandaq şıqlaydıqandı. Voy xudayım. Allay, allay, allay balam. Allay balam. Cinim balam, çoğ apısa qarab yetib ketkinni qarmamdıqan. Apa tez ol. Yatak lazımlıq nərsəni təyirlab bə. Əliməni yatak qaldı. Sol köksünü ciddi davalamsa kesildi çəbi bakən. Nim boğandı balam. Apa tez bol. Əlimə yalğız qaldı. Mən tez baxmısam bulmaydı. Maqol sen balam ettirgin. Ula apa, Mən tayyor. tez boğun. Özünüzgü mü qıldınız? Balığı mı qıldınız? Bundaq bo'lishini men nerden bilay? Endi bechora balamg'imi tas oldi. Imitaman debmi imitanmayman. Əmdə puşayman qılğanın faydası yox. Bundan keyin balığı yaxşı qarsaqlı bo'lmadimi? Ahmet aka tez bulun. Sarhan Çopam sizi çağıratıdı. Balınız o. Balığı ne yaptı? Ben bilmedim. Lekin o. Ne? Doktor, qandaq oldu? Kechiringlar. Biz ko'p tirishchilik ko'rsatdik, lekin amal olmadi. Balamlarni. Nima? Balam, Voy balam, cinim balam. balam. Voy cinim Ay balam. balam. Voy cinim Ay canım balam. Kızım, cinim kızım. Bizni keçir. Biz sana yaxşı qarayamadık. Sen o başka balalarga o'xshash yashashing, do'stlaring bilan xo'shal xuram o'ynashing, maktabda o'qishing kerak edi. Afsus. Ming afsus. Bizni kechir qizim.
O'qishni bitirmay turiblar nima ishga baldir qaytib kelasiz? Tashkil sizga ishinib sizni o'qishga ayvatsa, siz bundaq mas'uliyatsizlik qilsangiz qanday bo'ladi? Ayolimning tug'uti yiqilishib qolg'achqa amalsiz ruxsat so'rashqim ulguramay qaytib keldim. Albatta qandaqli ish bo'lsa, bizga xabar qilib, bizda ruxsat so'rashingiz kerak edi. Endi bugunli yo'lga chiqib, o'qishingizni to'liq oyoqlashtirib keling. Ma'qul. Bo'ladi boshliq. Men bugun yo'lga chiqib, o'qishimni cho'qim to'liq oyoqlashtirib qaytib kelaman. Ma'qul, chiqsangiz bo'ladi. Ma'qul. Shundoq qilib, qizimning 7 nazaridan keyin qolgan ozg'in o'qishimni davomlashtirish uchun bo'ynimni qil og'amchida bog'lab, so'rigandek amalsiz holda Urumchiga qarab yo'lga chiqdim. O'qishimni tamomlab uyga ketyapman. Shu topda uyga tezroq berishni. Eshik oldida meni saqlab, ko'zlari teshilay deb qolgan suyimlik ayolimni bag'rimga ching'idib besishni. Uning bilan turmushning visol paytlaridagi shirin minutlarni o'tkazishni o'ylab, yuraklarim xushallikdan tepichaklab ketmoqda edi. Halime? Apa, ben qaytib keldim. Apa? Keldim mi balam? Ha, sağ bo'ldi. Mijazim yo'q. Buncha kasal tatqinini bilmabdiman, apa. Neniga o? Rahmat, oğlum. G'iza yemagan bo'lsam-mu, sening so'zingdan g'iza yegandek bo'ldim, balam. Sen kelgucha inkim tengilmay qilishidan bekmi ansirgan edim. Yenimdan neri ketmagin bo'lardi. Ma'qul. Rost doğru ishdimi? Yo'q. Men doğranı ishkis qo'yay, apa. Xudoyim baxtingni bersin. Rahmat jinim balam. Ras apa, Halime ko'rinmaydi o. Halime, apasının uyu qaytib ketgili. Xeli kunlar bo'ldi. Texchi qaytib kelmaydi o. Emsi men berib baqay. Bo'lamdi apa. Bağın balam, bağın. Oy, uxlab qaptı o.
Opam bu suyuq selar bir narsa qilib bersak bo'ladi. Shunda qilsaq o bek yaxshi bo'ladi. Bugun bek kashib ketdi. Atil qilib bermandim. Mayli amsa. Hay, chiroqni o'chiraydim. Apa, Keldingmi balam? Kela çay içkin. Çay içib al. Halima qani? Atdigan sening kayningdan chiqib ketgan. Opsinikiga ketibdi-da. Shundoq o'xshaydi. Balam, Nima gap? hech gap yo'q. Bering. Amsa men Halimani ep kelay. Ma'qul. Siz Ürümchiga to'y qilib ketib, tunji qatim kelishingiz balam. Aslida oldingizga chiqadigan yo'lim bor edi. Desam gap bo'ladi, demisam dard bo'ladi. Ichim dard bilan to'shib ketdi. Bir talla kelin deb ko'zga shuncha qaradim. Lekin eliqi sizga gapini qilib bergan muxbir qizimning pulini qaytarib beray deb shuncha desam, davolanaman deb unimay, unimi yo'q qildi. Dunyolikda ko'rgan aram bir navramni bir qitim imitib qo'ymay, meni navrisiz qo'ydi. Yuragim og'riydi qizim. Bal o'lib ketgandim bu yon. Hech saqlig'im yo'q. Meni bundoq kelinning oldiga qo'yg'icha Xudoyim oladigan omonatini tezroq os bo'lmasmi deb balam. Ko'ngillarni buzmasla sarxacha. Xudoyim buyursa, kunlar o'tib ketar. Halimam tuzilib qolar. U tuzalmaydi qizim. Uning shuncha qildim. O'z bolamdan chora ko'rdim. Bilmadi. Ahmadmi uni des o'lib berdi. Shuncha kuyinganlarimizga mana uning javobi. Özlerini köprek asırsılar. Kaygırmısılar. Bizni degan yo'lga chiqamiz. Yo'ldashim tijorat ishi bilan bu tarafga yana o'tadi. Shu vaqtda men sizlarga yaxshi doriladim. Evet. Foydasi yo'q balam. Mening ahvolim o'zimga ayon. Men uchun uncha kayib ketmanglar. Ko'nglingiz tegil bo'ldi qizim. Bundaq demisizlar Sarixacha. Xudoyim kasallarga shifolik beray. Bo'ldi. Yig'imsizlar. Öz vaqtida moda xenim olaman deb uni yaratmagan teng balam. Odam sati emas, kiyim sati deb Asiy Gulmud ko'zning yig'ini yeydigan qiz bo'pti. Mening gapimga ko'ngan bo'lsang, senmi xotirjam, menmi xotirjam yashaydik. Senmi bolasiz, menmi nevrisiz qolmaydim balam. Endi har qancha deganing bilan o'rniga kelmaydi. Ko'ni xamonni so'rib nima qilsa apa? Balam, bir gap batdi. Deymi, demaymi? Nima gap bo'lsa davamamsa apa? Ayoling to'g'risida bir gap so'z anglamagansan, ha? Bola o'lib ketgan bo'lsa-mu, uni tug'ib berdi. Endi uni o'g'ri qo'laydigan ishlarni qilma. Uning o'shli qilganing foydasi yo'q. Tova balam. Tova qildim.
Men bundaqlı tepoğan gep emas bu. Özünü aqlama. Kimning qandaq ekanligi menga ayon. Farzimchi sen Halimani mendan kunlab qapsan. Shundaqmi? Menim o'zingdek tul qaldirsang, ondan ko'ning arada bitgan o'xshaydi. Kimiki er xotin ikkimizning orasiga sovuqchi samoqchi bo'ladi ekan. Opam bo'lsa-mu, o'ziga hezli bo'lsin. Qilchi yuz xotir qilmayman. Balam. Apa! Apa? 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 Kızım aşkına apa? 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 إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Allahu Ekber. Ahmet. Ahmet. Boldi. Bırak. Boldi. Yolunu yerim bulma. Özümü de sual. Ketkenler ketti. Boldi gel. Arkadan bağın olmayın. Boldi kalayım. Ulan Ahmet bana. Haydi. Boldi. Mening zahardan ochiq so'zlarim ta'siridan opam yurak kesli qo'zg'alib olamdan o'tdi. Opa, shu kechasi yolg'iz o'g'limning yuzsizlochi degan so'zlardan qanchalik azoblangansan. Rahimsiz ajal soyasi ustimga tashlanganda mendek vijdonsiz, bag'ri tosh, vabosiz o'g'limning ismini muborak og'zingda
qancha qitimlab chaqirgan seni. Apa. Canım apa. Qara yuz o'g'lingni dunyodagi eng esil sopollar bilan qancha yuzimi, uning gunohlarini, yuzidagi nomussiz qora dog'larni mangu chiqarib o'tamaydi apa. Apam toprak ostiga ko'mildi. U o'zining talay armani, hasrati, mungzarini birga ep ketdi. Uning menga aytolmagan nurg'un yurak so'zlari bor edi. U oldimga talay ret kelib, menga gap qilishga jur'at qilamadi. Jur'at qilamadi emas, o'g'lini ayidi. Kelinining qo'liq shumliqlarini, o'z uyida yuz bergan sharmandalarcha buzuqliqlarni aytsa, onasidan necha yuz esa ortiq yaxshi ko'radigan ayolining bu ishlarini anglagan o'g'lining azoblanishidan, hatto bardoshlik berolmay, yuragining yerilib ketishidan ansirab, vaznini tog'mi ko'tarolmaydigan bu xo'rliqlarni inson bolasi tasavvur qilolmagudek darajadagi chidam bilan o'z yuragiga singdirib keldi. Afsus. Tumanming afsus. Ben bularni kechik, to'limi kechik his qildim. Esqib yetganimda bo'lsa, mehribon oq ko'ngil onamdan allaqachon ayrilib qolgan edi. Siz yo'q yeganlarim zahar, kiyganlarim kepan bo'ladigan bo'ldi. Oqshomlari ko'zimga qandaqmi uyqu kela. Kecha-ichi karavotda emas, tikanning ustida yotgandek yetib chiqadigan bo'ldim, jinim. Bardoshlik bering, qanday qilamiz? Xizmat emasmi? Ishni imkoniyatini berish tez tugitib qaytaman. Oqshomlari ishni ching taqab yeting. Qo'shnilarning qizini hamroh qilib olsangiz bo'ladi. Ma'qul amsa. Ma'qul. Xo'sh amsa. Xo'sh. İşinin bundaq ta'tir kelishini ko'mamsiz. Men shuncha tirishchilik ko'rsatsam-mu, aloqa qog'ozga tamga bostirolmay qoldim. Yana bir hafta turib qoladigan o'xshayman. Chunki tamga besib beradigan odam ishkir o'lkaga yig'iniga ketibdi. Mendan ansirmang. Bir haftaga qolmay yetib boraman. Ha, ma'qul. Bo'ladi. Xo'sh amsa. Ahmad, xo'sh xabar. Oy, nima xo'sh xabar? Bizga tamg'i besib beradigan boshliq qaytib kelibdi. Nima? Atilla tamg'i besib beradigan bo'ldi. Og'zingga navat adash, bak yaxshi bo'ldi. Ati mang'irgan bo'ldim deb ayolimga telefon qilib aytayamsa. Hey, uni tuyuqsizlik xo'sh qilatmamsa. Ati ablavalining mashinasi qo'rqmadi ekan. Bizni mo elib oldigan bo'ldi. Bir kunda yetib boramiz. Undaqda bak yaxshi bo'pti. Amsa tayyorlig'imizni qilaylik. Hey, uni tuyuqsizlik xo'sh qilatmamsa.
Kim bo'lmoqchi? Men. Sen Mağrayım kıl aka. Xudo yo'lda meni kechirib etgan. İflas. Ağzından Xudoning nomi qandoq chiqdi ablah? Qani digina bu uyga tunji kelishingmi yoki ilgirmi kelganmi? Tunji kelishim. Rost gap qil. Bo'lmasa Menday. Rost gapni qilsam, Halima bilan sizdan ilgirla tunishqaydim. Lekin ish o'rnim yo'qdi. Restoranlarda naqshi etib pul topatdim. Shunga Halimaning to'yliq talabini qondiramay qoldim. Keyin u siz bilan to'y qilib ketdi. O'zim yaxshi ko'rgan qizni siz bilan birga ko'rish menga bek azob bo'ldi. Shundaqdimi chidab yurdim. Keyin Halima bilan uchrashib qoldim. U menga o'zining xato qilganligini, pulni debla siz bilan to'y qilg'ashqa sizga ko'ngli tushmaganligini, meni yilimo yaxshi ko'rdiganligini aytdi. Shundan keyin biz shundan keyin mushundaq past ishlarni qilib yurishding. Shundaqmi? Shundaq. Yo'q, mening demoqchim Yo'q dema. Acaba sen shuncha past ishlarni qilib yurishding burun. Yana bir insonning yuragini, izzat obro'yini dafsanda qilayotganligini o'ylab baqdingmi ablah? o'ylagan. Lekin Og'zini yom. Sen meni xo'rlading. Opamning o'limiga sababchi bo'lishding. Senlarni kechirish menga o'lim bilan barobar. Besh bo'lsa yuzlaringga xalqi olam bilgudek qilib belgi solmasam yusufimiz. Sen kancuk. Özenge mi kıldım? Bana mı kıldım? Ki bu ne? Buraya itmez. Hocam. Saçı darısı var mısın? Hemen. Hayır baba. Cennette hatircem aram ağaysan. Eğer oğlunun tiligini düşensen, oğlunu keçirsen, çünkü kirgeysen. Men endi Xudoning qutlug kuni sening qabring oldida paydo bo'laman.
Əmgək bilan özgərtiş meydanından aloq topshirib oldik. Sizning turmidagi ifodingiz alohida yaxshi ekan. Ular sizdan to'liq rozi bo'ldi. Ular sizni uyaga ep qamoqchi bo'lganda, siz qo'shilmay qo'yibsiz. Shunga biz har tarafdan o'ylanib, əmgək kadrlar idorasiga siz to'g'riliq doklad yo'liga aydik. Aslidagi xizmat o'rningiz bilan aloqa ko'rdik. Ular sizni yana ep qiladigan bo'ldi. Siz buningga qanday qaraysiz-kin? Men bu ana tupurg'imda qaytadan bek surishga rozi. Sizlar menga shunchalik ko'ngil bo'lyapsizlar. Men sizlarga chin yuragimdan rahmat aytaman. Ahmet, qaytib chiqibsiz-da. Meni turmada chirib tugaydi deb o'ylagan eding. Men de hayot. Kuning yomon emas o'xshamamdi. Xonishlar ekasini o'qsan bu. Meni taqdir jazoladi Ahmet. Mening ko'rgan kunimni ko'chirib kelolmay ishlarni ko'maydi. Sen bu kunlarni ko'rishga haqli. Chunki sen o'z baxtingni o'zing nobud qilgan. Bo'pti. Bularni qo'yib turaylik. Hozir nima ish qilyapsan? Nima ish qilyaptim? Nerda qo'saq to'ysa, shu yerda yuryapman. Mana hozir yaxshi bo'ldi, siz qaytib chiqdingiz. Ilgari yetkazamagan mehrimni sizga qayta yetkazaman. Sana ko'p rahmat. Tangrim menga qurib qolgan daraxtni ko'kartish qudratini bermabdi ekan. Qalbimdagi gullik allaqachon qurib ketdi. Men uni bir umr parvarish qilib qaytadan ichildirmayman. Gapning rosti, men seni bir umr yaxshi ko'ramayman. Hem senin yaxshi ko'rishingga muhtoj emasman. Nima? Hey ukam, avu xotin sizga nima deb yig'lab beryapti? Ayolni demla. Mendan sadiq so'ragandi. Poch pul yo'q, beramadim. Shuni yig'layotdi. Bermay obdan qilibsiz ukam. U ber buzuq ayol edi. Men tek sizni yaqin yurtliq ko'rib qoldimki deb o'ylab ketibdiman. Qarmoq u bir obdan mazlumda ko'rinadi. Nima ish qundaq deyla? Hey ukam, siz buni bilmaysiz. U erining beshiga chiqqan jodugar bir nima. Uning eri bir obdan bola edi. La'natining sababidan qo'lga ilinib ketdi. Hozir uning chiqqan chiqmaganligini texi bilmaymiz. Shundan boshlab u biraqli ko'chaga chiqib qoldi. Anlasak, o boshqacharoq bir kasalga giribdor bo'lib qopti-dek. Uning sababidan ota-onasi bu yurtda ko'p qisildi. Oxiri qon yutib, oq-oqidan o'lib ketdi. Hey, hozir uning ko'rgan kuniga odamning ishi oxiriydi ukam. Lekin u o'zi qilganda. Hey, Yaşına gelken dur. Yaxshi bo'pti. Yurtimizdan bir bola qaza yo'qotdi. Bu sening nishon belging bo'lsin, Halima. Beajal o'lib, iymoningni yo'qotganing uchun, xalqning nafratiga qolganing uchun namozingni tushirilmadi. Nima degan bilan sen mening ayolim eding. Xayr. Tinch yotqin, Halima. Sana Allohdan rahim shafqat tilayman. Menden razı ol.
Ağrıdı bu baş, aydı gözümde taram taram yaş. Telmürüp her yanğa ahuzar gözüm. Cahanda var mıdır ana bir kıyaş? Azizlab kalbimni bergen dilberim. Bu g'irib peşimga ne gülbet saldı. Judalık derdi meylidir lekin seherlik kul bilen canımni aldı. Anam şu sebepli acem kendi gözümü düşayma hasretke emdi ne kılay ama şu canımda bir vapa durur. Ah anam ne dersen tutkasın beni. Bunca dert tartça gideyim şöyle. Ah anam ne dersen tutkasın beni. Bunca dert tartça